Assalomu alaykum. Voy mani rezidentlarim. Hop, bugun kayfiyat a'lo, xudo xolasa. Bahor emas, yoz keldi, xudo xolasa. Bugun sizlarga zo'r bitta kontent olib beray deb chiqyapman. Anchadan beri normalniy takoy zakonni video olmadim. YouTube'ga. Shunga bir hafta bo'ldi. Juda ham ishlarimiz ko'payib ketgan edi. Bugun sal bo'shroq. Plus bugun 14-aprel. Esinglarda bo'lsa, bitta katta eksperiment boshladim. Sun'iy urug'lantirish. O'sha 20 ta quyon nima bo'lgan, nima qo'ygan, hammasini gapirib o'tib, bitta tushuntirib beraman. Nima deb o'ylayapsizlar? Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Yaxshi bo'lsa ham bizani himmatimiz, yaxshiligimiz sizlarga bitta dars. Yomon bo'lsa ham menga dars deydi-yu. Shunga bitta kontent xudo xolasa tomosha qilinglar. Maskam esimdan chiqib ketdi, yana qaytib ketaman uyga. Xo'p, bu ham bir anaqa sizlar bilan ozgina suhbat qilamiz. Xo'sh, 20 ta quyon qochiruvdim sun'iy urug'lantirish qilib. 20 tadan bittasi sal noziyroq quyon edi. Endi kasalmi, boshqami, xullas u nobud bo'ldi, o'ldi. Yana bitta quyon olib tashuvdim men. Buni ham mazasi yo'q edi. O'zi keltirib olguncha olib qo'ydim, xullas. 18 ta quyon qoldi. 18 ta quyondan nima bo'lgan natijani bitta ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Maskamni oling. Maskasiz yura olmayman men. Xo'p, yemxonadamiz. Xushta akam tayyorgarlik qilyaptilar. Mametga zagatovkalarni qilib qo'ydik. Yemlarimiz uchyapti. Biz ulgurmaymiz, mana shu ikkita qop qoldi kechadan. Xo'p, mana bu qopdan qolmadi. Ikkita dona qop, men shuni berib yuborsam bo'ldi. Boshqa yo'q qop. Qop oldim, oddiy qop oldim. Masalan, ko'rsangiz, oddiy oppoq qop oldim. Endi o'yladim. Mana buni ustiga rasm bostirish 120 mingmi, 150 ming, xullas bitta rasm bosib beradi bitta qopga. Oddiy qopda bersam nima qarkin degan fikr kelib qoldi. 150 so'mdan qochishmas. Bu yerda vaqt. Mana bu qopni olib borasiz. Bir chuqurga-da, xullas, tsexga olib borish kerak. 2 kun kutish kerak. Keyin yana borib yo'l kira qilasiz, yana o'shani olib kelasiz. Endi qilaman, hozir vaqtim yo'q. To'g'risini aytsam, umuman nima deydi, u yoqqa bu yoqqa chetga qimillashga umuman vaqtimiz yo'q hozir. O'sha hisobiga oddiy qopga taxlimizni olib ketayotganlar bari o'zimdan olyapti ko'pda. Men dillerskiy hech kimga bermadim, bilasizlar. O'shanga asosan o'zimda olib ketishadi. Qop yem sifati. To'xtab turinglar. Kimdir telefon qilyapti hozir. Sigida bizga xalaqit qilishadi. Mayli. Xo'p, mana shu yemim. Ko'rasizlar? Yemim. O'zi yem nima desam bo'ladi? Muhtoj emas reklamaga yemim. Bunaqa katta partiya chiqarmayman. O'zim uchun bir ikkita so'raganlarga chiqaraman, lekin so'raganlar ham sekin ko'payyapti. O'shanga biz ham nima desa bo'ladi? Harakat qilyapmiz, ob'yomimizni ko'tarishga. Xo'p. 2 tonnaga zagatovka qilib qo'ydik. Hamma yo'q, mana qop tayyor qilib qo'ydik. Hozir Xurshid akam boshlaylar, xudo xolasa yemni bugun 1 tonna chiqarsak ham katta gap. Xo'p. Men esa sizlarga dalshi ko'rsatib davom etaman. Kun isvyapti, uje katta ventilatorlarni ham men yoqib yubordim.
Biri 40 biri 40 katta ventilyator turibdi mana shu xonamda. Xo'p, mana 2 oyliklarimni ko'rasizlar. Bu yerdan hali olmadim. Biz mashina qoldi 2 oyliklarim, xudo xolasa. Barakasini bersin. Xo'p, o'rtoqlar. Mana tepadagi svetlar, o'shanda uluvdik biz. Xo'p. Mashta 18 ta kletka u yog'iga. Bu maladoylar, o'zimga olib qo'yganlarim. Bu yog'i uji karliklar ketyapti. Xo'p, qaranglar. 20 tadan 18 ta qoluvdi. 18 tadan hozir biz sanaymiz nechta tug'ganini. Bu sunniy hammasi. Hop, bunday yopib qo'yaylik. Bo'lmasam ana qiladi. Mana o'rtoqlar. Bilasizlarmi qanaqa quyonlarni? U kuyik kelishi rosa qiyin bo'lgan quyonlarni men sunniyga qo'ydim. O'zi bo'ladi, bir 20 tasini 22 ta chiqqan ekan. O'sha paytda ikkitasi esimdan chiqib qoldi. Boshladik. Bitta, ikkita, uchta. Qarang, basharasini ham yulib oldi jinni. Mana. 3 ta. 4 ta. Mana bu hali jimjit. Buni ko'ramiz. Ichida bormi yo'qmi? Hozir oxirida ko'raman. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Bitta karlik solib qo'yganman, nobud bo'lgan quyon dedim u. 8 ta, 9 ta, 10 ta. Bu mana shu tayyorlanyapti. Bunda bor menimcha, lekin hali anaqa qilmadi. Nechta dedim? 9 ta dedimmi? 10 ta, 11 ta, 11 ta. Yo'q, adashgandirman. 12 ta, 13 ta. Adashdim, 15 ta bo'lish kerak. Xullas, bunda menimcha yo'q, chunki buni svet tagiga 2 kun oldin qo'yuvdim-da. Bular hammasi svet tagida bir hafta turgan bo'lsa, bu 2 kungina turgani uchun bo'lishi mumkin. Bu xalos bo'ldi. Yana bitta hisoblab chiqamiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12, 13, 14 ta tuqqan ekan. 14 ta. Bu degani 18 ta bo'lsa 4 tasi tug'madimi shunda? Tak, endi tug'maganini ko'ramiz. Bitta, ikkita, 3 tasi tug'magan. Yo'q, 19 ta qochirdim men. Xullas, nima bo'lgan bo'lsa ham ko'ryapsizlar, pashti 80% deb hisoblaymiz, 80% tug'di. Eksperimentim muvaffaqiyatli o'tdi deb o'ylayapman. O'shani bitta tekshirib ko'raman hozir. Men bilada bormi, yo'qmi? Qolganlarda. Keyin sizlarga точностьni aytaman. Xo'sh, o'rtoqlar, 17 ta ona quyondan 14 tasi tug'ibdi. 3 tasi tug'magan, 3 tasini ichida yo'q. Men hozir tekshirib ko'rdim, xalastoy. Bu degani 82%, 80% deb hisoblaymiz bari. 80% tug'di. Bu zo'r natija deb o'ylayman. 80%. O'shanga bu narsani qo'llaymiz. Endi xudo xolasa mana shunaqa 20 ta 20 ta emas, uje 50 ta 50 ta qilib, xudo xolasa anaqa qilaman. Nima edi? Sunniy qilaman. Sunniy qilishni boshlayman. Nimagaki juda ham men qiynalib ketdim. Juda ham qiynalib ketdim. Mana hozir sunniy maslarni ham hozir ko'ramiz. Sunniy maslar ham bor-da. Bu sexda ham bir 5 tami qochirganman, o'shalar ham bor. Inaryot sexda ham hozir ko'rsataman sizlarga. O'tda ham xalastoylar bor-da, lekin nisbatan bu o'tda ko'proq tuqqan. Sunniyda. Xo'p. Sunniyda. Xo'p. Men bu asalim yopib qo'yuvdim. Bitta tug'ibdi. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda ham tug'ibdi. Bu tabiiysi. Bu yopib qo'ydim chunki nima edi? Ko'rmay qoldik, setkaning ustiga tug'ib yordi bu. Dalshi 14
Tak 14 mana bu tayinlanyapti bu. Tak bunisi ham tayinlanyapti. Bu kechgacha cho'ziladi-da bular. Nimaga desanglar, tabiiyda shunaqa bir mahalda tug'maydi. Mana shular tayinlanyapti. Tak 14 bu tuqqan qaranglar. Bunisi nima bo'lyapti? Ikkita dona tuqqan, bittasi nobud bo'lgan. Qaranglar. Mana bittasi nobud bo'lgan. Ikkita dona tuqqan. Agar mana shu sunniy bo'lganda bunaqa ikkita dona bo'lmasdi. Mana shuncha paytdan beri mana ikkita donani endi ko'rsatyapman sizlarga. Tabiiyda bu. Ham samka, yosh samka. Yosh samka. Hali bo'lishi mumkin shunaqangi, что yana tug'ishi mumkin. Shunaqasi ham bo'ladi, lekin sunniy zo'r-da baribir. Tak, bu yoqda hali jimjit, lekin anaqa qilyapti, joy qilyapti. Bu yerda ham jimjit. Mana bunisi tug'di, ko'rdinglarmi? Sunniy bilan tabiiyni farqi. Bir joyda hammasini anaqa qilganman. Nima? Qochirganman. Hali bor bo'ladi. Naryot sexga ham borib hozir ko'rsataman. Xo'p, ko'ryapsizlar. Endi to urug' matgacha borguncha ham vaqt kerak. 1 soat, 2 soat o'shanga kechgacha bularni kutamiz. Если normalni bo'lmasa, men bo'ldi. Men bittani ham bir 15 tasini ajratib, nariga svetni bu yoqqa osib tashlayman sunniy urug'lantiraman. Menga yoqdi o'rtoqlar. Bir kunda bir nechta tabiiy ham qochirganman, ikkala sexda bir kunda sunniy ham qochirganman. Eksperiment shunaqa bo'lish kerak-da, bir-biri bilan solishtiradigan narsa bo'lish kerak. O'shanga ham tabiiy qochirganman 14-da, ham sunniy. Sunniyni ko'rdinglar, 80% to'shni tug'di. Lekin hozir tabiiyni ko'ramiz bu sexda. O'sha sex o'zida ko'rdinglar, hali bor, kechgacha tug'ishi mumkin. Joylarni qilishyapti, lekin bu yoqqa ham bitta ko'rsatib o'taman deb niyat qildim. O'shanga bu yoqqa ham xudo xolisa ko'ramiz. Bismillah. Xo'p. Bilmayman, menga juda ham yoqdi, juda ham anaqa. Mametta qaranglar, mametta ham bor. Xo'jayinga aytish kerak ekan. O'sha let lentadan yana bitta olib kelib hammasiga tortib tashlayman. Вообще zo'r. Juda ham zo'r. Bilmayman kimga qanaqa. Sunniy undoq bo'ladi, sunniy bundoq bo'ladi deymiz-ku. Xo'p, mana tug'ib tashadi. 15 tug'ibdi. Mana setkada tug'adi deganda mana shuni nazar qaranglar. Setkada tug'ib tashadi. Nechta betda? Ertaga tug'ish kerak edi. Bugun joy qilishim kerak edi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 10 11 12 ta. Tak. 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. 12 ta. Mana shunga hozir joy uzatib qo'yishimiz kerak. Tayyorlab qo'ydik. Endi qaranglar, hozir telefon qilib voyeni chastlarga ham yetkazib berilsin. Mana bu 17, bu ham o'sha joy tayyorlayapti mana. Voyeni chastlar ham boqilsin, voyeni chastlarda o'zini o'zi bilmadim, endi voyeni chast o'zini o'zi ta'minlamasa kerak, lekin shunaqa gap bo'lyapti. Quyon boqilsin deb hozir telefon qilishdi. O'zimni oldimda ham voyeni chast bordi. Shunday telefon qilyapti. Salim 14 mana. 14 tug'di. Men bu jala quduqcha tug'madi. Lekin qorni bor, tug'sa kerak. Mana yana bittasi, bu ham tug'di. Xo'p. 14 tug'di. Ko'rdinglarmi, naryo tomonda, значит, qaysidir sametslar yaxshi urug' bermas ekan. Chunki bular tug'di-da o'sha mana. 14 jala quduqcha. Sanam tug'mading, sanam tug'mading. Bu ham tug'madi hali. Bular ham 14. Kutamiz, kutib anaqa qilsa, bo'l jahlim chiqarib yubordinglar. Hammanglar sunniy urug'lantirib tashlaymiz. Bo'ldi. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Tak. Mana shunaqa gaplar. Mamla hammasi qochirilgan. Xudo xolisa. Hammasi qochgan. Bolaliklar ham bor. Qochganlar ham bor. Xo'p.
Ko'rdinglar, hammasini o'zinglar ko'zinglar bilan aldov yo'q. Borni bor deyman, yo'qni yo'q deyman. Xullas, hozircha mana shunaqa natijalar. Bugun 14da juda ham ko'p narsani endi eksperiment qilaman deb ko'p harakat qilib o'rgan ekanman. Tabiiyni ham rosa ko'p qochirgan ekanman. Kutamiz tabiiyda, misol uchun ko'ryapsizlar. Keyin yangilik aytaman. Agar kim xohlasa, voy xudoyim. Osib qo'yganlarni qaranglar. Qo'rqib ketdim-ku, orqamdan kimdir shap-shap oldimi deb. Biza butun respublika bo'yicha xizmatga ham yuramiz. O'zi oldin yurganman. Chunki dorim bo'lgan, dori bilan bemalol sun'iy qilganman. Respublika bo'yicha endi sanoqli odam sun'iy urug'lantiryapti-da. Xo'p. Kim xohlasa sun'iy urug'lantirib beraman. Lekin xizmatga faqat 50 tadan kam quyonni men qochirmayman bor. Telefon qilmaylar va bitta dona quyonim bor edi. O'shani sun'iy qochirib bering. 2 ta dona, 10 ta dona yo'q, unaqa qila olmayman. Men vaqtim yo'q. Конечно, men tekinga qilmayman, lekin bitta donaga ovora bo'lib, bir kunimni sarflasham, bu ham noto'g'ri deb o'ylayman. O'shani hisobiga 50 ta dona bo'lsa, bemalol qanaqadir kelishib, gaplashib qilsak bo'ladi. Pulini ham kelishamiz, xudo xolisa. Bekorga mana shu markazda men sun'iy urug'lantirish bo'yicha mutaxassis emasman. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa natijalar, mana shunaqa yangiliklar hozirgi kunda. Bizdan uzoqlashmanglar, обязательно like, komment, подписка tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlarga bu video foydali bo'lsa, biz xursandmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zinglarni va yaqininglarni asranglar.